Salom hammaga do'stlar. Bugun mana biz FC Mobile o'yinida paklar ochamiz. User Rivals'larga kirib, User Rivals'larda o'ynab darajamizni ko'tarishga harakat qilamiz. Sizlarga keyin FC Mobile'da qanday qilib tez akkauntni kuchaytirish haqida o'rgatib o'tib ketaman. Videoni o'tkazib o'rmanglar, qiziq bo'ladi. Birinchi videoyim, agar xato kamchiliklarim bo'lsa, yozib ketinglar. Kommentariyada kutaman fikrlaringni. Mana hozirgi paytda mana bu shart solishlar uchun nima bo'lib ketdi? Yangi Team of Season degan nimada Bruno Fernandes 40 mingta, Best uchun 25 mingta. Bayda eng nimasi mana Berbatov degan futbolchi bo'lib turibdi. Meni shu nimada katta darajali futbolchilarga nima qilmayman. Menda bitta ko'nglimda qolib ketgan bitta futbolchi, ana shu futbolchini olish niyatim bor. Qancha bo'lsa ham qiynalsam ham shu futbolchini olaman. Bu Cristiano Ronaldo. 23.200 taga olishga men olaman. Agar 40 mingta yig'adigan bo'lsam, hozirgi paytda menga kerak bo'ladigan, agar 40 mingta yig'ishni uddalay olsam, Bruno Fernandes olaman. Statlari prosta bomba do'stlar, mana tezligi 144. Yo bo'lmasam George Best olaman. Tezligini ko'rsalang, eng FIFAdagi hozirgi paytda eng tez futbolchilar bo'yicha 2-o'rinda turibdi. Star Pass'da qanaqadir sovg'a bor ekan. Buni ham olib qo'yamiz. Hop, endi tag akkauntimni sizlarga ko'rsatib ketaman. Akkauntim full bo'lmagan, full bo'lsa agar bu kunlarda mana Mustaz, Brizunet, Casemiro tushdi, Ramirez bor. Oddiy o'yinchilar bor. Eng asosiysi Kylian Mbappéni olganman. Qo'yishlarimiz. Buni lavaga qo'yib o'ynab turibman. Suv qilgandan keyin 122 bo'ladi bemalol. Endi biz qiladigan ishimiz User Rivals'ga kiramiz. User Rivals'ga kirib nimalarni olib olamiz birinchi o'rinda. Bizga hozir attacker, hujumchi nimasi kerak bo'ladi. Bitta o'yindan keyin ko'taramiz. Bu pastlab ketganiga sababi shu nimada har payshanba kuni o'zi pastlaydi-ku. Shunda pastlab ketdi. Xato kamchilik bo'lsa yozib keting. Agar shu videoda 20 ta like, 20 ta podpisчик kelsa, keyingi video chiqadi. Keyingi videoda obunachilar akkauntidan nima qilaman, open pack qilaman. Bu open packda shu Jameslarim yig'ilmagan sababli bunaqa open pack bo'lmaydi unaqa darajada. Sizlarga shunchaki nimani ko'rsatib beraman. Ko'rasizlar o'yinni. Mbappe, Foden oshiradi, Foden gol. Fodendan yana bir gol. Guardiola ketyapti. Ko'rishlar mumkin. Guardiola olmadi. Foden ichkariga ko'tarib beradi. Haaland urolmadi va ikkinchi zarba ham bo'lmadi. Foden boshqardi. Offside. To'pni aylantirib sherikka oshiradi. Bunday jinni quvarish kerak-da bunda. Bu o'yinda. Mbappéning tezligini qaranglar va skillini qaranglar. Olmoqchi edim. Afsuski bo'lmadi. Pas beriladi, tepadi. Kylian Mbappé bitta skill. Gol. 6-3 ketyapti. Ularda faqat Bellingham gol urar ekanda, o'zi Bellingham Real Madrid o'yinchisi.
Realga muxlislik qilasanmi yoki Barsaga? Mana shuni ham yozib ketinglar, fikrlaringni ko'ramiz. O'zbekistonda Real Madrid muxlislari ko'p-ku, Barselona muxlislarini. Men aytganimdek, agar shu videoda 20 ta like, 20 ta podpiska, 20 ta komment kelsa, keyingi video chiqadi. Xayr do'stlar, men bugungi videoni unchalik uzoq qilmayman, chunki sababi men endi mana shu YouTube'ga qo'yadigan birinchi videoyim bo'ladi. Ularda mana endi ko'ramiz.